Payg'ambar alayhissalomning bir so'zlari bor. Bunga yaxshilab e'tibor qilinglar. Ayollarimiz eshitsin. Biror bir ayol o'zini erining haqqini hech qachon ado qila olmaydiganlar. Hech qachon deganlar. Ba'zi bir amallar bor, bir nimalarnidir qilsa, o'sha shartlarni qilsa, o'shani haqqi ado etiladi. Masalan, farzand ota-onaning haqqini hech qachon ado qila olmaydi, magaram illo dedilar. O'sha insonni ota-onasini bir boy inson qul qilib ishlatyapti. Farzand keldida qarasa ota-onasini birov qilib ishlatyapti. O'sha boydan ota-onani qullikdan sotib olsa, ota-onaning haqqini ado qilgan bo'lar ekan. Mumkin ekan buni haqqini. Lekin ayol erining haqqini hech qachon ado qila olmaydi. O'sha ayolning eri kasal bo'lib, og'ir betobligidan shu darajaga tushdiki, o'sha betob erni burnini bitta burnidan qon, ikkinchi burnidan yiring oqib turibdi. Voy, bu jirkanchni qarang. Ozgina suv oqib qolsa, shunaqa jirkanch ko'rinadi-ku. Agar ro'paramizdagi odam bir mana shu yerda bir narsa oqib tursin, u qon emas, u yiring emas, ozgina bir suyuqlik oqib turibdi. Bundoq qalamizki, burningizni artib oling deymiz-ku, jirkanchligidan. Qon bilan yiring oqib turgan bo'lsa-yu, o'sha bemor erkakni xotini o'sha bemor erini burnidan oqayotgan qon bilan yiringni tili bilan yalab tozalasa ham erini haqqini ado eta olmaydi deganlar. Yana qanaqa gap kerak? Qanaqa gap sig'adi bu yerda? Qani aytingchi? Hech qanaqa gap sig'maydi. Ayollar haddini bilsin, birodarlar.